Bismillah. Demek boshladik. Xo'p, ustozlar, demak bugungi mavzumiz differensial osiyo kiritish, ya'ni integralni ichidagi qismchalar bilan tanishamiz. Ya'ni bugungi asosiy mavzumiz mana shu differensial osiyo kiritib ishlanish va bo'laklarni integrallash va qanaqadir xususiy integrallarni birgalikda ishlab ko'ramiz. Yaxshi. Xo'p, birinchi dastlabki o'rganadigan narsamiz bu differensial osiyo kiritish yo'li bilan ishlanadigan integrallar. Xo'p, u integrallarimiz quyidagi ko'rinishda keladi. Ya'ni bizda integralimiz ko'rinishi ya'ni integral ostidagi ifoda ko'paytma holatida fx ko'paygan gx yoki bo'linma holatiga keladi, ya'ni fx taqsim gx. Ana shunaqa holatga kelganda mana shu differensial ichiga kiritish yo'li bilan ishlanadi. Ya'ni hop biz xohlasak fx ni xohlasak gx ni differensial osiyoga kiritishimiz kerak va differensial osiyoga kiritganimizda biz undan boshlang'ich olib kiritamiz. Ya'ni bu ifodamizni kiritganimizda integral fx ko'paytirilgan qanaqadir d mana bu gx ni integrali katta gx bo'lib qoladi deb faraz qilamiz. Demak, integral ya'ni differensial ichiga kiritganimizda biz undan integral olib kirizamiz. Chunki mana differensialning ma'nosi hosila. Demak, hosilani ichiga kirish uchun undan integral olishimiz kerak degan ma'noda keladi. Hop, endi qachon differensial osiyoga kiritamiz desa, agar shu differensial ichiga kiritganimizda, ya'ni dx ichiga kiritganimizda ichiga kirgan ifodamiz agar fx funksiyaga o'xshab qoladigan bo'lsa, mana shu differensial ichiga kiritish yo'li, ya'ni metodi orqali misollarni ishlab ketamiz. Masalan, quyidagicha misol kelgan bo'lsin. Integral. Xo'p, misol uchun 1/x ko'paytirilgan ln x dx degan misol keladigan bo'lsa, biz bu integralni oddiy holatda ishlay olmaymiz. Hop, bu integralimizda aynan differensial ichiga kiritish yo'li bilan kiritib ishlaymiz. Hozir bu yerda qaysi biridan integral olish oson, boshlang'ich olish oson desa, masalan, ln x ni boshlang'ich funksiyasi yo'q, lekin bizda 1/x funksiyaning nimasi bor? Boshlang'ich funksiyasi bor, ya'ni formulasi bor. Mana shu 1/x ni differensial ichiga boshlang'ich olib kiritamiz. Shunda biz integralimiz quyidagi holatga keladi. Integral ln x ko'paytirilgan d 1/x da boshlang'ichi yana ln x bo'lib qoladi. Ya'ni endi e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala funksiya nima qoldi? Bir xil kelib qoldi. Endi biz mana shu misolni ishlash uchun ln x ni qandaydir ixtiyoriy harf t bilan belgilashga kiritadigan bo'lsak, biz integralimiz ko'rinishi quyidagi holatga keladi. Integral t dt. Ya'ni biz oldingi misollarimizda aynan x ga bog'langan integral olayotgan bo'lsak, endi biz integralimizni t ga bog'lab olamiz. Demak, oddiy t ni, ya'ni darajali funksiyani hosilasi, boshlang'ichi. Demak, buni boshlang'ichi darajaga 1 qo'shilib t kvadrat taqsim 2 ko'rinishiga kelib qoladi. Endi t o'rniga bizda ln t deb belgilashgan, ln x deb belgilashgan o'rniga qo'yib yuboramiz. Demak, bu integralimizning javobi ln kvadrat x taqsim 2 qo'shilgan s ko'rinishda bo'ladi. Osiyo kiritishni amaliy tatbiqlari aynan mana shunaqa misollar kelganda ish beradi. Ya'ni murakkab funksiyalar kelib qolsa, biz undan to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich ola olmasak, aynan mana shu usulda nima qilishimiz kerak ekan? Ishlashimiz kerak ekan. Endi misol uchun xuddi shunaqa misollarda ko'proq ko'ramiz. Chunki bunda anaqa qonun qoida tartibi yo'q, faqatgina bitta qonun qoidasi bor ekan. Nima ekan? Differensial osiyoga kiritish. Bo'ldi. Demak, shunga doir misollarni ko'proq ko'ramiz. Demak, masalan, ikkinchi misol. Hop, 2x ko'paytirilgan x kvadrat minus 1 ning misol uchun kubi. Integral dx. Bu integralimizni yechish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda. Birinchi mana bu ifoda qavs ifodani kubi ko'tarish kerak va uni 2x ko'paytirib chiqib alohida integral olsa ham bo'ladi. Yoki bugungi metodimiz orqali ishlasak o'zimizga qulayroq bo'ladi. Mana bu 2x ni differensial ichiga kiritib yuboramiz va boshlang'ich olib. 2x dan boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda qanaqa funksiya hosil bo'ladi? Oddiy 2x ni boshlang'ich funksiyasi x kvadrat bo'lib qoladi. Tekshirib ko'rish uchun mana shu x kvadratdan bitta hosil oladigan bo'lsak, tashqariga 2x kelib chiqadi. Demak, o'rnli qilgan bo'lamiz. Endi kiritgan ifodamiz mana bu yerdagi ichkaridagi fx funksiyaga nima bo'lib qoldi? O'xshash bo'lib qoldi. Demak, biz u ifodani belgilash kirsak bo'ladi. Demak, biz bu integral ishlaganimizda x kvadratni qanaqadir t deb belgilash kiritadigan bo'lsak, bizning integralimiz ko'rinishi quyidagi holatga keladi. Integral t minus 1 ning kubi dt. Endi ichkaridagi funksiyamiz chiziqli funksiya bo'lgani uchun bundan to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich funksiya olsak bo'ladi. Demak, bu t minus 1 ning, hop, darajasi 1 ni qo'shsam 4 taqsim 4. Demak, qo'shilgan s. Ana endi t o'rniga x kvadratni qo'yib qo'yamiz. Shunda ifodamiz x kvadrat minus 1 ning 4-si taqsim 4 fe'l-san s ko'rinishi keladi. Demak, mana shunday integrallarimiz xuddi shu tartibda nima qilinar ekan? Ishlanar ekan. Hop, ana endi yana bitta misol ko'ramiz. 3-misol deylik. Hop, 3-misolimizda demak integralimiz ko'rinishi quyidagi holatga keladi. Hop, 2x kub, hop, minusdan 2 ning kubi ko'paytirilgan, hop, x kvadrat dx.
Mana shu integralni hisoblang deyapti. Bunda o'zidan o'zi ko'rinib turibdiki, differensial osiyo kiritadigan ifodamiz bu x kvadrat funksiya bo'lyapti. Mana shu x kvadrat funksiyani differensial kiritamiz. Differensial ichiga boshlang'ich olib kiritganimizda biz bilamizki x kvadratning boshlang'ich funksiyasi nima bo'ladi? Bitta solib ko'ramiz. Bu x ning kubi taqsim 3 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi bizda ozod sonlar hosilada ham, integralda ham kerak bo'lmay tashqariga chiqib ketadi. Demak, biz bundan taqsim 3 ni tashqariga chiqarib olsak ham bo'ladi. Demak, x kvadratni boshlang'ichi x kub taqsim 3 bo'lib, taqsim 3 ni oldiga chiqarib yubordik. Demak, 1 taqsim 3 oldiga chiqib ketdi. Integral 2 ta x kub minusdan 2 ning nimasi bo'lib qolyapti? Kubi va differensial ichida x ning kubi shakliga kelib qolyapti. Tekshirish uchun mana shu x kubdan hosil olganimizda 3x kvadrat bo'lib, 3 bilan 3 qisqarib yana dastlabki holatiga qaytib ketadi. Demak, mana shunday holatda olib qo'ysak bo'lar ekan. Ana endi bizda x kub bir xil bo'lib qoldi, ya'ni ichida ifoda bilan tashqari ifoda bir xil bo'lib qoldi. Demak, uni belgilash kiritsak bo'ladi. X kubni qanaqadir Bunda oldin savol bo'ldi. Eshitaman? Mana ta'minimiz bir kubini formulaga formulaga tushirib hosil boshlang'ich ostidan bo'laveradi. Lekin mana shu turishda ostidan bo'laveradi. Rahmat. Chunki aytganman, agar ichkarida chiziqli funksiya bo'ladigan bo'lsa, olib ketaverasiz. Misol uchun endi mana shu funksiyamiz x kvadrat plus 1 ning kubi bo'lib qoladigan bo'lsa, bundan to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich ola olmaysiz. Chunki ichkaridagi funksiya chiziqli funksiya emas, murakkab funksiya, ya'ni kvadrat funksiya bo'lib qoladi. Bundan to'g'ridan-to'g'ri darajaga 1 ni qo'shib pastga yozaman degan qoida ishlamaydi. Agar chiziqli bo'lsa ishlaveradi. Tushunarli? Yaxshi. Tushunarli. Xo'p. Navbatdagi misolni davom ettiramiz. X kubni qanaqadir a deb belgilashtirganimizda bizning integralimiz ko'rinishi 1 taqsim 3 integral 2 ta a minus 2 ning kubi dA holatiga keladi. Endi mana argumentimizga e'tibor beradigan bo'lsak, argumentimiz a ning birinchisi, ya'ni chiziqli funksiya kelyapti. Demak, bundan to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich funksiya olsak bo'ladi. Lekin ichkari murakkab bo'lgani uchun uni hosil olib ketish esdan chiqmas. Demak, integral minus 2 ning nimasi bo'ladi? 4-inchisi taqsim 4 va mana ichkarida chiziqli funksiyani kx dan hosil olib qo'yamiz. Bu esdan chiqmasligi kerak. 2 dan hosili 2 ko'paytirilib qoladi. Plyusdan s. Demak, bu integralimizning to'liq javobi 2 ta x kub minusdan 2 ning 4-inchisi taqsim mahrajimizda ifodani ko'paytirib qo'ysa 24 degan javob kelib chiqar ekan. Qo'shilgan s. Demak, mana shunaqa darajali funksiyalar kelganda ozgina ehtiyot bo'lishimiz kerak ustozlar. Demak, navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimizda hop integral hop x kvadrat minusdan 6x plyusdan 6x plyusdan 1 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ta x plyusdan 6 dx. Endi e'tibor berasiz, bu yerda ikkita qavsli ifoda kelyapti. Endi bundan qaysi birini differensial osiga kiritish kerak? Ya'ni soddaroq bo'lgan funksiyani differensial osiga kiritish oson, lekin shu kirsa foyda beradimi yo'qmi, shunga ozgina o'zingizlar qaras bo'lish kerak. Masalan, mana 2x plus 6 ni differensial osiga kiritadigan bo'lsam, mana bu qavs ichidagi ifodaga o'xshaydimi yo'qmi? Shuni tushunish kerak. Masalan, 2x plus 6 ni boshlang'ich olganimizda 2x boshlang'ich nima bo'ladi? X kvadrat bo'ladimi? Va qo'shilgan 6 ni boshlang'ich nima bo'ladi? 6x. Qaranglar, mana o'xshab qoldi. Demak, haqiqatan ham buni differensial osiga kiritsak bo'lakan desak bo'ladi. Demak, integral x kvadrat plus 6x plus 1 ning nimasi? Kvadrati ko'payganda, demak, differensialga kiritganimda x kvadrat qo'shilgan 6x bo'lib qoladi. Mana shu yerda sizlarga bitta yutuq, ozod xatni qo'shsanglar ham bo'ladi, qo'shmasanglar ham bo'ladi. Bu yerda bir qo'shilib qolgan-ku, sizlar ham mana bu yerda birni qo'shib olsanglar hech kim hech narsa demaydi. Chunki bu differensial ichidan hosil olganimizda birdan hosila baribir 0 bo'lib ketadi. Ana shuning uchun xohlasanglar qo'yinglar, xohlasanglar qo'ymanglar. Yuqoridagi misollarda bizda birortasi ozoson qo'ymadik. Masalan, bu misolimizda endi qo'yib ketyapmiz, o'zimizga nima bo'lish uchun, namuna bo'lishi uchun. Demak, qavs ichidagi ifodani bir xil qoldi. Demak, bu ifodamiz qanaqadir a deb belgilash kiritsak, integralimiz ko'rinishi integral a kvadrat dA ko'rinishi kelyapti. Demak, buni boshlang'ich funksiyasi a kub taqsim 3 qo'shilgan s. Demak, x kvadrat qo'shilgan 6x qo'shilgan 1 ning kubi taqsim 3 holatiga integralimiz kelyapti. Demak, integrallarimizni aynan mana shu holatda ishlasak bo'ladi so'zlar. Xo'p, endi yana bitta misol ko'ramiz. Xo'p, bu 4-misol bo'lyapti. Birinchi ko'p xatlar tugatib oladigan bo'lsa, keyin bemalol trigonometriyasini ko'rsak bo'ladi so'zlar. Ana shuning uchun birinchi iloji boricha ko'p xatlardan ko'rishga harakat qilyapman. Xo'p, navbatdagi misolimizda 5-misol. Masalan, integral. Xo'p,
x ko'paytirilgan y darajasi x kvadrat dx. Mana shu funksiyadan boshlang'ich misol qilingan. Demak, biz hozircha faqatgina ko'paytmalarga ko'ryapmiz. Hozir bo'limlarga ham o'tamiz. Bu yerda masalan yx kvadratni boshlang'ich funksiyasi yo'q. Agar yx bo'lganda bo'lardi, lekin yx kvadrat bo'lgani uchun bunda boshlang'ich funksiya nima bo'lmaydi? Olib bo'lmaydi. Ana shuning uchun mana x degan funksiyamizni differensial osiga kiritamiz. X dan boshlang'ich olib differensial osiga kiritganimda nima holat bo'ladi? Integral y darajasi x kvadrat ko'paygan d x dan boshlang'ich x kvadrat taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu taqsim 2 ni biz tashqariga chiqarib yuboramiz, ya'ni oz son bo'lgani uchun. Endi x kvadratni qandaydir a deb belgilashga kiritadigan bo'lsam, biz integralimiz ko'rinishi 1 taqsim 2 integral y darajasida a da ko'rinishi kelyapti. Mana x ni boshlang'ichi x edi, y ni boshlang'ichi y a bo'ladi. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan y darajasida a qo'shilgan s. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan y darajasi x kvadrat qo'shilgan s degan integralga aylanib qoladi. Demak, integralimiz aynan mana shu holatda ishlanar ekan. Yaxshi so'zlar. Demak, navbatdagi misolga o'tamiz. 6-misolda faraz qilamiz. 6-misolimizda, misol uchun, integral 4x ko'paytirilgan y darajasi x kvadrat qo'shilgan 1 dx. Demak, bu integralimiz qay tarafda ishlaymiz. Demak, bunda ham y darajasi x kvadrat, ya'ni murakkab funksiya bergani uchun buni differensial osiga kiritish iloji yo'q. Demak, biz bundan 4x degan ifodamizni differensial osiga kiritamiz. Demak, 4x ni differensial osiga kiritganimizda integral yoki x ni kiritgan bo'ladi. Xo'p, masalan, x ni o'zini kiritdim, 4 ko'paytirilgan y darajasi x kvadrat plyusdan 1 ko'paygan d x dan boshlang'ich x kvadrat taqsim 2. Taqsim 2 ni mana 4 tagiga 2 deb yozib qo'yaman. Chunki integrallarda ozod sonlar hech qanaqa rol o'ynamaydi. Demak, 2 ko'paytirilgan integral mana bu x kvadratni yana a deb belgilashga kiritadigan bo'lsam, bizda y darajasida a plyusdan 1 da ko'rinishi integralimiz kelyapti. Demak, hisoblab qo'yamiz. 2 ko'paygan y darajasida a plyusdan 1 ni o'zi keladi, chunki bizda x boshlang'ichi yana x bo'lgani uchun qo'shilgan s. Endi a o'rniga ifodani qo'yib qo'ysak, demak 2 ko'paygan y darajasi x kvadrat qo'shilgan 1 qo'shilgan s ko'rinishidagi javob bo'ladi. Demak, do'stlar, mana shu misollarimiz javobi aynan mana shu holatda ketadi ekan. Endi mana shunga doir ozgina murakkabroq misol beraman. Ya'ni soddalashtirishimiz kerak bo'ladi albatta misolimizda. Demak, misol yulduz qo'yaylik mana. Qanday soddalashtirish kerakligini o'zingizlar harakat qilib ko'ring. X ning 4-si qo'shilgan 3 ta ln x va dx. Qani endi mana shu misolda qanday qilib mana shu, ya'ni differensial osiga kiritish yo'li bilan ishlashimiz mumkin. Qani maslahat berguvchi qaysi usuldan ketamiz yoki qanday ish qilsak mana shu ko'paytma holatiga kelib qolishi mumkin. Qani maslahat beringlarchi. Darajani ko'paytma holati bo'lgan. Juda ham yaxshi. Darajadagi yig'inni ko'paytma holati kelamiz. Chunki bizda qoida bor. A darajasi x qo'shilgan almashtiramiz. A ni x insi ko'paygan A ni y insi degan formula bor. Demak, mana shu formulamizga biz misolimizda olib kelamiz. Demak, integralimiz ko'rinishi integral y darajasi x ning 4-si ko'paytirilgan y darajasida 3 ta ln x bo'lib qolyapti. Endi logaritmda quyidagi qoida bo'lardi. A darajasida logaritm b asosli s bo'lgan holatda mana bu s bilan a ni o'rnini almashtirish mumkin edi. To'g'rimi? Demak, shu ishdan foydalanamiz. Xo'p, bunda mana bu x bilan mana bu y ni o'rnini almashtiramiz. Shunda integralimiz ko'rinishi integral y darajasida x ning 4-si xo'p ko'paytirilgan x darajasida 3 ta ln y bo'lib qolyapti. Endi bizda ln y'miz 1 ga teng bo'lgani uchun x ni kubini o'zi qoladi. Demak, integralimiz ko'rinishi quyidagi holatga keladi. Yaxshi, demak, integral y darajasi x ning 4-si ko'paytirilgan x ning kubi bo'lib qolyapti. Mana so'zlar tayyor differensial osiga kiritish yo'liga tayyor turdi. Chunki mana bu x kubdan boshlang'ich olganimda aynan x to'rga o'xshab qoladi. Demak, misolimizga o'xshasak bo'ladi. Xo'p, boshlang'ich olganimizda integral y darajasida x ning 4-si ko'paygan d x ning 4-si bo'lib taqsim 4 oldiga 1 taqsim 4 qilib chiqarib qo'yamiz. Endi x 4-si qanaqadir a deb belgilashga kiritadigan bo'lsak, 1 taqsim 4 integral y darajasida a da ko'rinishi kelib qoldi. Demak, bu uni boshlang'ich funksiyasi 1 taqsim 4 y darajasida a qo'shilgan s bo'lib qoladi. Endi uni qo'yib qo'yamiz. 1 taqsim 4 y darajasida x ning 4-si qo'shilgan s. Mana shu integralimizning javobi bo'ladi. Demak, ustozlar, integrallarni, ya'ni boshlang'ich funksiyalar olishdan avval biz doim soddalashtirib olishga harakat qilishimiz kerak, chunki murakkab funksiya bo'layotgani uchun. Yaxshi, demak, misollarda mana shu holatda ishlasak bo'ladi bu misolimizda. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi bo'linmalardan bir ikkita ko'rib qo'yamiz. Shunda o'zimizga qo'yilib qoladi.
ketdi. Hop, integral ln kvadrat x mana shu funksiyamiz, ya'ni bo'linmali holat kelganda undan boshlang'ich olish qanday bo'ladi? Demak, uni biz quyidagi holatda yoza olamiz. Ya'ni ko'paytma shaklda yozsak ham o'zimizga qulayroq bo'ladi. Ya'ni ln kvadrat x ko'paytirilgani 1 taqsim x sifatida yozsak bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi mana shu 1 taqsim x ni differensial ostiga kiritganimda boshlang'ich olib kiritaman. 1 taqsim x ni integrali ln x bo'lib kiradi. Demak, integral ln kvadrat x ko'payganda ln x bo'lib qolyapti. Ana endi ln x imiz qanaqadir a deb belgilash kiritadigan bo'lsak, biz integralimiz ko'rinishi a kvadrat dA ko'rinishida kelyapti va buni javobi a ning kubi taqsim 3 qo'shilgan s. Endi uni qo'yganimizda ln kub darajali x taqsim 3 qo'shilgan s ko'rinishida kelyapti. Demak, bu mana shu misolimizni to'liq nima bo'lyapti? Yechimi bo'lyapti. Demak, mana shu holatda ishlasak ham bo'ladi. Hop, misol uchun yana integral sinus ln x taqsim x dx. Mana shu integralimizni qanday ishlaymiz? Bu integralimiz ham deyarli shunday. Chunki bizda x turibdi. Demak, mana shu x ni differensial osiga kiritish kerak. Faqat bu yerda 1 taqsim x deb o'tirgani uchun. Demak, buni yoza olaman. Integral sinus ln x ko'paygan 1 taqsim x dx. Endi 1 taqsim x ni differensial osiga kiritganimda integralim sinus ln x ko'paytirilganda ln x holatiga kelyapti. Ya'ni ln x ni qanaqadir a deb belgilash kiritadigan bo'lsam, integralimizning ko'rinishi sinus a dA ko'rinishiga keldi. Endi sinusdan boshlang'ich minus kosinus a holati qo'shilgan s. Demak, javobimiz minus kosinus ln x bo'lib qolyapti. Mana shu bizning integralimizda umumiy javobi bo'ladi. Demak, ustozlar, soddalashtirib olish kerak bo'ladi albatta. Ya'ni bo'linmalarga olib kelib olish yoki hokazo qilib ishlasak ham o'zimiz uchun javob chiqarsak bo'ladi. Yaxshi ustozlar, demak navbatdagi misolga o'tsak bo'ladi. Navbatdagi misolimiz. Hop, integral hop, sinus ilzosida x taqsim ilzosida x dx. Hop, shu ilzosida x ni integrali yana ilzosida x ekanligini bilmaymiz. Ya'ni 1 taqsim ilzosida x integrali. Keyin o'zimiz uchun ishlab olamiz. Demak, bu ifodani quyidagi shaklda yozaman. Sinus ilzosida x ko'paytirilgan ilzosida x dx. 1 taqsimlik. Endi 1 taqsim ilzosida x dan boshlang'ich olish osonmi? Shuni hal qilamiz. 1 taqsim ilzosida x ni quyidagi shaklda yoza olaman. Bu x ning minusini 1 taqsim 2-si degan. Endi bundan boshlang'ich olganimda minus 1 taqsim 2 ga 1 ni qo'shaman va mana shu chiqqan javobni mahrajga yozaman. Bundan chiqqan javobimiz 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, javobimiz 1 taqsim 2 oldiga chiqib 2 bo'lib qoladi. Ko'paygan x ning 1 taqsim 2-si. Demak, javob 2 ilzosida x. Demak, 1 taqsim ilzosida x ni differensial osiga kiritganimda 2 ilzosida x degan javob kelib chiqar ekan. Ya'ni ilzosida x ga nima qilib qolar ekan so'zlar? O'xshab qolar ekan. Demak, shunday qilsak bo'ladi. Demak, hop, integral sinus ilzosida x mana shu 1 taqsim x ni differensial osiga kiritganimda bizda 2 ilzosida x hosil bo'lar ekan. Demak, 2 ni oldiga chiqaraveramiz. Shunda d ilzosida x degan ifoda hosil bo'ladi. Endi bo'lsam, hop, buni bu yoqdan davom ettiramiz. Bu 2 ta integral sinus a dA ko'rinishiga kelyapti. Demak, javobimiz minus 2 ta kosinus a plus s. Bundan kelib chiqadiki, minus 2 ta kosinus ilzosida x plus s ekanligi. Mana shu bizga berilgan misolning to'liq javobi bo'ladi. Demak, sizlar mana shu shaklda misolimizni ketma-ket ishlab ketsak o'zimizga qulayroq bo'ladi. Yoki navbatdagi misolga o'tamiz. Integral masalan 2 ta x minus 3 taqsim hop, ilzosida x kvadrat minus 3x plus 1 dx. Demak, mana shundan boshlang'ich funksiya olishimiz kerak. Endi mana shu tepadagi suratdagi ifodamizni differensial ostiga kiritsak, mahrajimizdagi ifodaga o'xshaydimi yo'qmi? Ozgina faraz qilib olamiz. Masalan, 2x dan boshlang'ich x kvadrat mos keldi. 3 dan boshlang'ich esa 3x mos keldi. Demak, differensial ostiga kiritsak o'zimizga qulayroq bo'lar ekan. Demak, integral tepada 1 taqsim ilzosida x kvadrat minus 3x plus 1 hop, ko'paygan d ichiga kiritganimizda x kvadrat minus 3x aytdim. Ozod xat yo qo'shsanglar ham bo'ladi, qo'shmasanglar ham bo'ladi. Biz masalan qo'shganimiz maqollar misolimizda qo'shsak 1. Demak, bu ifodamiz qanaqadir t deb belgilash kiritadigan bo'lsa, pastdagi ifodamiz bizda ilzosida degan ifodaga kelyapti. Demak, integralimiz 1 taqsim ilzosida t dt holatda bo'ladi. Endi 1 taqsim ilzosida boshlang'ichini yuqorida o'rgatdim. Buni javobi 2 ilzosida t bo'lib qoladi. Hop, plus s. Demak, javob 2 ilzosida x kvadrat minus 3x plus 1 shakliga o'tib qolyapti. Demak, misolimizning yechimi aynan mana shunga teng bo'lib qoladi. Hop, demak,
sonlardagi trigonometriyalik holatlarni ham o'zimiz uchun bir ikkita ko'rib qo'yamiz. Xo'p, masalan, integral sinus x ko'paygani kosinus kub darajali x dx. Mana shu holatdagi misollar keladigan bo'lsa, biz masalan kub daraja yo'q bo'lganda sinus bilan kosinusni ko'paytmasini qanaqadir yig'indi shakliga olib kelsak bo'ladi yoki qanaqadir formaga tushirsak bo'ladi. Lekin kosinus darajasida kub bo'lgani uchun endi biz buni shunchaki yig'indiga olib kela olmaymiz. Ana shuning uchun biz nima ish qilamiz? Bu ifodamizda e'tibor beradigan bo'lsak, qaysi birining darajasi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, ana shuni differensial ostiga kiritishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda sinus x bo'lgancha, sinus x ni differensial ostiga kiritganimda kosinusga aylanib kiradi. Faqat minusdan bo'lib qoladi. Demak, minusdan integral kosinus kub darajali x d kosinus x bo'lib qoladi. Mana oldimizdagi ifodaga nima qoldi? O'xshab qoldi. Demak, bu ifoda qanaqadir a deb belgilash kirsam, bu ifodamiz bizda a ning kubi bo'lib qoladi. Demak, integralimiz minus integral a. Demak, javobimiz minus a ning 4-chi taqsim 4 bo'lib, o'rniga qo'yganimizda minus kosinus 4-chi darajali x taqsim 4 + s degan javob kelib chiqadi. Demak, mana shu trigonometriyamizning javobi aynan mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, yana misollar ko'radigan bo'lsak, misol uchun, endi mana masalan, sinus kub darajali x ko'paygan kosinus kub darajali x dx. Endi qaysi birini differensial ostiga kiritish kerak degan shart bo'ladi. Bunda endi o'zingizlar xohlagandan bittasini ajratib olishinglar kerak. Chunki bu holatda ikkalasining darajasi nima bo'ladi? O'zaro teng bo'ladi. Masalan, bittasida masalan sinus tikani agar kub darajali emas, masalan bunikini 4-chi darajali qiladigan bo'lsa, kosinusni kiritishga harakat qilishimiz kerak. Chunki kosinusdan quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Integral sinus 4-chi darajali x ko'paytirilgan kosinus kvadrat x ko'paygan kosinus x dx qiladi. O'z aslida bu yerda kosinus bunda eng bo'lsa endi bo'ladigan qoidalar bor. U olimatida u juda ham cho'zilib ketadi. Lekin o'zingizlar soddalashtirishni yaxshi bilgan bo'lsanglar, u qoidalarni hech qachon ishlatmay qo'yasizlar. Demak, mana shaklda so'rab. Endi mana kosinusni differensial ostiga kiritamiz. Boshlang'ich olib albatta. Integral sinus 4-chi darajali x ko'paytirilgan kosinus kvadrat x ko'paygan d kosinusdan boshlang'ich sinus x bo'lib kiradi. Endi mana bu sinus x ni qanaqadir a deb belgilash kiritamiz va bizning ifodamiz quyidagi holat keladi. A ning 4-chisi ko'paygan. Mana bu kosinus kvadrat esa bu ifodamiz quyidagi shaklda, ya'ni 1 minus sinus kvadrat x deb yozsak bo'ladimi? Demak, mana shu shaklda belgilash kiritsak bo'ladi. Demak, a ning 4-chisi 1 minus a ning kvadrati dA deb olsak bo'ladi. Mana soddalashtirilgan holatiga keldi so'zlar. Demak, barobar integral a ning 4-chisi minus a ning 6-chisi dA shakliga kelib qoldi. Endi bundan boshlang'ich funksiya olamiz. A ning 5-chi taqsim 5 minus a ning 6-chi taqsim 6 qo'shilgan s. Demak, bu integralimiz. Xo'p. Sinus 5-chi darajali x taqsim 5 minus sinus 6-chi darajali x taqsim 6 qo'shilgan s ko'rinishiga kelib qolar ekan. Demak, so'zlar mana shunaqa, ya'ni sinus va kosinusga doir misollar kelib qoladigan bo'lsa, iloji boricha soddalashtirishga harakat qilishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi birini kirgizishni ozgina faraz qilib olasizlar. Xo'p, endi men sizlarga misol beraman. Ana shuni qaysi birini differensial ostiga kiritish kerakligini aytasizlar. Integral. Xo'p, kosinus kvadrat kosinus kub darajali x ko'paygan sinus kvadrat x dx. Mana shu misolimizdan qaysi birini differensial ostiga kiritish kerak va qanchasini olib qolish kerak? Shunga javob beringlar qani? Kommentariyaga yozsanglar ham bo'ladi albatta. Qaysi birini differensial ostiga kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki darajasi to'q bo'lgandan keyin uni soddalashtirib olish ozgina biz uchun osonroq bo'ladi. Endi savolga mana shu yerda kosinus kvadrat emas, agar sinus kvadrat emas, sinus x ning o'zi bo'lsa-chi? Sinus x dx. Bunda ham kosinus kub darajani kirgizib yuboramizmi? Yo'q. Sababi bizda sinusni kirgizish udobniyroq. Mana bu sinusni kirgizish udobniyroq. Tushunadi-ya? Demak, holatga qarab o'zingizlar ish bajarasizlar. Tushunali? Ya'ni qaysi birini kiritganimizda biz misolimiz osonroq holatga keladi. Ana shunga o'zingizlar javob berishinglar kerak. Endi masalan bu yerda kosinusdan bitta maydalab, uni differensial ostiga kiritsam, sinus bo'lib kiradi, keyin bundan boshlang'ich olish ham mumkin bo'laradi, qizig'i yo'q. Lekin
qaysi birida o'ziga soddaroq holat keladi, ana shunga javob berishlik kerak. Tushunarli? Bu yerda kosinsni maydalab, kosinsni bu yerga kirgizgandan ko'ra, bu yerda sinusni o'zini kirgizib qo'ygan ma'qulroq bo'ladi. Tushunarli? Demak, integral kosinda sinusni boshlang'ichi minus kosinus x bo'lib kiradi va minus oldiga chiqib qoladi. Demak, kosinus x qanaqadir a deb belgilashga kiritadigan bo'lsa, minus integral a ning kubi dA ko'rinishga keladi. Demak, javob minus a ning 4 taqsim 4 plus c yoki minus ani kosinus 4-darajali x taqsim 4 plus c ko'rinishiga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Demak, integrallarimiz aynan mana shu shaklda ishlasak bo'lar ekan. Yaxshi, demak bunga hamma tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak yana bitta misol ishlaymiz. Xo'p. Masalan, mana holatdagi misollar keladi. Hop, tangens x taqsim kosinus kvadrat x dx. Xo'p, bu misolni qanday ishlaymiz? Bu misolimizda quyidagi holat yozilsa o'zimizga qulayroq bo'ladi. Ya'ni integral tangens x ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus kvadrat x holatda yozsak bo'ladi. Endi tangenusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, minus ln kosinus x bo'lib ketadi. Ya'ni murakkab bo'lib ketib qoladi, o'xshamay qoladi. Lekin 1 taqsim kosinus kvadratdan boshlang'ich olsak o'zimizga qulayroq. Demak, buni differensial ostida kiritganimizda tangens x ko'paytirilgan d 1 taqsim kosinus kvadratdan boshlang'ich tangens x bo'lib kiradi so'zlar mana. Tangens x. Demak, tangens x qanaqadir a deb belgilashga kiritsam, integralimiz integral a dA ko'rinishiga keladi. Oddiy holatda bo'ladi. Demak, integralimiz javobi a kvadrat taqsim 2 plus c bo'lib, javobimiz tangens kvadrat x taqsim 2 plus c holatiga keladi. Demak, mana shu javob bo'ladi. Endi sizlarga savol, qanday yo'nalish berasizlar? Qani ketdi. Hop. Integral 1 taqsim kosinus 4-darajali x dx. Mana shu misolni qanday soddalashtirib olishimiz mumkin? Qani ustozlar, menga maslahat beringlar-chi. 1 taqsim kosinus 4-ga kiritishga. Endi bu yerda hozir kosinusni kirita olmaymiz, chunki 1 taqsim ifoda topdi. 1 taqsim kosinusdan boshlang'ich olish mumkin emas. Mana shu holatga qaraganda. Hop, qani ustozlar, qanday amal bajarishimiz to'g'ri bo'ladi. Mana shu misol uchun. Biroq nima maslahat bormi, yo'nalish bormi misol uchun? Xo'p, demak yo'q. Demak, bu misolimizni quyidagi shaklda ajratib olamiz. Integral 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'paygan 1 taqsim kosinus kvadrat x. Mana integralimiz sodda holatga keldi. Endi mana shu 1 taqsim kosinus kvadrat x tani bittasini differensial ostiga kiritamiz. Bunda integral 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'paygan d tangens x bo'lib kiradi. Tushunarli? Endi mana bu tangens x ni qanaqadir a deb belgilashga kiritsam, mana ifodamiz nima bo'ladi? Endi 1 taqsim kosinus kvadratdan tangensga bog'langan formulasi. Yana quyidagi holatda edi. Hop, integral tangens kvadrat x plus 1 holatiga kelib qoladi. D tangens x. Tushunarli? Mana shu misolimizni aynan mana shu shaklda ishlasanglar, o'zingizga qulayroq bo'ladi. Demak, tangens x qanaqadir a deb belgilashga kiritsam, integral a kvadrat plus 1 dA holatiga o'tib qoladi. Demak, javobimiz a ning kubi taqsim 3 plus a yoki tangens kub darajali x taqsim 3 plus tangens x qo'shilgan c ko'rinishiga integralimiz kelib qoladi. Mana shu javob biz integralimizning yechimi bu. Masalan, kosinus 6-darajali x bo'ladigan bo'lsa ham, uni shunday 3 ta kosinus kvadratiga ajratib olib, mana shu shaklda ishlasanglar bo'ladi. Bittasini kiritdim. Demak, mana shu misolimiz yechimi aynan mana shu holatga keldi. Yaxshi ustozlar, demak, navbatdagi misolimiz. Integral 1 taqsim sinus x dx. Agar mahrajimizda sinusning darajasi toq yoki 1 keladigan bo'lsa, bu integralimiz qanday ishlanadi? Hozir bu yerda ajratib oladigan yoki bo'linma yoki ko'paytma holat keltirib oladigan misollar ham yo'q aslida. Demak, biz integralimizda qanday holat topib olamiz? Xo'p, biz agar mana shu shaklda keladigan bo'lsa, ustozlar, mana shu darajasini juftlash uchun, ya'ni kvadrat qilish uchun biz bu ifodamizni suratini ham, mahrajini ham sinusga ko'paytirib yuboramiz. Demak, integralimiz sinus x taqsim sinus kvadrat x holatiga kelib qoladi.
To'g'rimi? Ya'ni qisqartirsa yana dastlabki holatga qaytib kelishi mumkin. Endi biz yuqoridagi sinus x ifodani differensial osiga kiritsak bo'ladi. Demak, integral d sinusda boshlang'ichi cosinus x bo'lib kiradi. Faqatgina oldiga minus chiqib qoladi. Taqsim sinus kvadrat x. Uni esa 1 minusdan cosinus kvadrat x deb yozsak bo'ladi. Mana sizlar soddalashib qoldi. Endi cosinus x qanaqadir a deb belgilashtirsam, minus integral 1 taqsim 1 minusdan a ning kvadrati dA shakliga kelib qoldi. Xo'p, minus tasdiq qiladigan bo'lsam, integralimiz ko'rinishi 1 taqsim a kvadrat minus 1 dA. Endi sizlar bu misolda kasr ratsionalsiga o'rgatganman. Uni ikkita kasrga ajratib olishni yo'nalishini bilasizlar. Demak, ayniyat qilib va hokazo qilib ajratganimizda integralimiz quyidagi holatga keladi. 1 taqsim 2. Xo'p, 1 taqsim a minusdan 1, minusdan 1 taqsim a plusdan 1 holatiga kelib qoladi. Ya'ni ajratganinglarda. Demak, integral belgisini qo'yib qo'yamiz. Da. Demak, bundan boshlang'ich funksiya olganimda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan ln birinchisidan a minus 1 chiqadi, ikkinchisidan esa a plus 1 chiqadi. Endi logaritmda ayrilganda bo'lingan xosadan, demak a minus 1 taqsim a plus 1 yozib qo'yishimiz o'rinli bo'ladi. Demak, buni javobi 1 taqsim 2 ln modulda a nomiga kosinusni qo'yib yuboramiz. Va teskari holatda yozsam 1 minusdan cosinus a taqsim 1 plusdan cosinus a bo'lib qoladi. Mana shu holatda javob qolsa ham bo'ladi yoki bu aynan mana shu misolimizda soddalashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu 1 minus a taqsim 1 plus cosinus amiz trigonometrik formulalardan qaysi formulani eslatyapti? Qani sizlar menga javob beringlarchi. Mana shu formulamiz trigonometrik formulalardan qaysi formulani eslatyapti? Ustozlar faollashinglar. Tangens 2 alfamidi? Tangens 2 alfa. Faqatgina argumentimiz alfa bo'lgani uchun tangens alfa taqsim 2 ni beradi. Demak, javob quyidagicha. 1 taqsim 2 ln tangens kvadrat a taqsim 2 degan formulani qaytarib beradi. Xo'p, bu yerda uzr, tangens a taqsim 2 emas, tangens x taqsim 2. Bu yerda x ga aylantirib bo'lganmiz-a. Bu yerda x lar kelishi kerak edi. Tangens x taqsim 2. Demak, 2 daraja oldiga tushadigan bo'lsa, oldi 2 bilan qisqarib ketadi. Demak, javobimiz ln modulda tangens x taqsim 2 degan javob hosil bo'lar ekan. Mana shu javob yuqoridagi integralimizda yechimi bo'ladi. Va xuddi shu holatda sizlardan 1 taqsim cosinus x ning integralini kutib olaman. Bugunning o'zida to'liq vazifa bo'ladi bu narsa. Yaxshi, demak sizlar mana shu integrallarimiz quyidagi holatlarda ishlandi. Endi ana shularga doir, ya'ni millisekund imtihonlarga tushishiga yaqin bo'lgan, ya'ni soddalashtirishimiz qulayroq bo'lgan integrallar kelishi mumkin. Ya'ni qanday holat? Fx ko'paytirilgan f hosila x dx. Qani sizlar mana shu integralimizni qanday yo'sinda ishlasak bo'ladi? E'tibor beradigan bo'lsak, ko'paytma holati kelyapti va fx ko'paygan f hosila x kelyapti misolimizda. Endi mana shu integralimizda qanday ishlaymiz? Qaraylik. Bu yerda ham fx kelyapti, hamda uning hosilati kelyapti. Endi qaysi birini differensial osiga kiritamiz? Masalan, fx ni o'zida differensial ichiga kiritish uchun uni boshlang'ich funksiyasini ola olamizmi? Albatta yo'q, chunki fx'imiz bizda funksiyasi mavjud emas. Olishimiz noaniq. Lekin f hosila fx'imizni differensial ichiga kiritganimda savol nima bo'lib kiradi? Aytinglarchi? fx bo'lib kiradi. fx bo'lib kiradi. Juda ham yaxshi. Chunki biz o'tgan narsa tushuntirdim. Ya'ni hosila bilan integral o'zaro teskari jarayon. Demak, ular bir-biriga ustma-ust kelganda, ular qisqarib ketib, argumentda o'zi kelib chiqadi degan deb faraz qilgan. Bu yerda f hosila x ni ham differensial osiga kiritganimda, hosila bilan integral qisqarib ketib, mana shu fx ni o'zi kelib chiqaradi. Demak, integralimiz fx ko'paytirilgan d fx bo'lib kiradi. Tushunarli? Demak, mana shu holatga kelib qoldi. Endi bu integralimiz qanaqadir a deb belgilashtirsak, integralimiz a dA bo'lib qolyapti. Demak, javob a kvadrat taqsim 2 plusdan s yoki fx ni o'rniga qo'ysak, funksiyaning kvadrati x taqsim 2 qo'shilgan s ko'rinishiga o'tib qoladi. Demak, mana shu integralimiz yechimi aynan mana shu holatda javob bo'ladi. Adashmasam 2023-yilgi millisekund imtihonlarida tushgan savolga juda ham yaqin savol berdim sizlarga. Xo'p, yaxshi. Navbatdagi misol. Xo'p, xuddi shu tarzdagi misollardan bittasi. Integral
f 2 hosila x ko'paytirilgan f hosila x dx. Qani so'zlar, mana shu misolimiz qanday tarzda ishlaymiz? Qaysi birini differensial osiga kiritishimiz kerak? F shtrix 2 ni. ikkita f shtrixni kirit. Ikkita f hosilani kiritishimiz kerak. Chunki bizda hozir mana f hosil x ni differensial osiga kiritsak fx bo'lib kiradi, lekin fx ni qanaqadir belgilash kirsak f2 hosilamiz belgilash kiritilmaydi. Ana shuncha u xato bo'lib qoladi. Demak, biz f2 hosilani differensial osiga kiritamiz. f2 hosilani differensial osiga kiritganimda uning bitta hosilasi qisqarib, bitta hosilasi qoladi. Demak, integral f hosila x ko'paytirilgan d f hosila x ga aylanib qoladi. Demak, integralimiz ko'rinishi quyidagi holatda javob bo'ladi. Bu ifodamiz qanaqadir a deb belgilash qilsam, integralimning yechimi a d a bo'lib qoladi. Demak, a kvadrat taqsim 2 qo'shilgan s. Hosila x ning nimasi? Kvadrati taqsim 2 qo'shilgan s holatiga keladi. Endi bunga qanaqadir shartini beradi. Men sizlarga hozir o'rgatmoqchi bo'lgan maqsadim mana shu differensial, ya'ni integralni olish yo'llarini o'rgatyapman xolos so'z. Yaxshi, endi navbatdagi bitta misol beraman. Uni soddalashtirishinglar kerak bo'ladi. Demak, integralimiz quyidagicha. Integral x ko'paytirilgan f hosila x qo'shilgan fx dx. Mana shu integralimizni ishlashimiz kerak. Xo'p, bu yerda hech qaysi ifodani differensial osiga kiritsak bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, f hosila x ni kiritganim bilan bu yerda yig'indidagi ichiga kiritish hech qanaqa foydasi yo'q. Lekin sizlar bu misolimizni ishlash uchun mana bu qavs ichidagi ifodaga e'tibor berishinglar kerak. Mana shu qavs ichidagi ifoda nimani beryapti? Ya'ni qanaqa ifodani yoyilmasi? Aytib bera olasizlarmi? 2024-yil bahordagi milliy sertifikat. O'sha savol. Qani so'zlar, mana shunga javob beringlarchi. Mana shu qavs ichidagi ifodamiz nimaga o'xshayapti? Urinma tenglamasiga o'xshayaptimi? Yo'q, urinma tenglamasi boshqa. Ko'paytma gap yo'q. Ko'paytmaning hosilasiga tushyapti. Ya'ni qaysi hosila? Mana shu ifodamiz bizda x ko'paytirilgan fx ning ustozlar mana shu hosilasini beryapti. Mana shu ifodamiz mana shu ikkala ko'paytmaning hosilasiga tushadi. Dedi ko'paytmaning hosilasi. Bu birinchisining hosilasi ikkinchisining o'zi plus birinchisining o'zi ikkinchisining hosilasi. Endi ikkita hosila 1 ga teng bo'lgani uchun, demak fx qo'shilgan x ko'paygan f hosila x ko'rinishiga kelib qolgan so'zlar. Demak, mana shu integral ostidagi ifodamiz so'zlar mana shu qavs ichidagi ifodani beradi. Demak, yozaman. Xo'p, integral fx ko'paytirilgan, bu yerda birinchi x yozaylik, shunda qulayroq bo'ladi. Xo'p, x ko'paytirilgan fx funksiyasining hosilasi dx. Ana endi bunda hosila bilan integral qisqarib ketsa, demak javobimiz x ko'paytirilgan fx funksiyasining o'zi kelib chiqadi. Va qo'shilgan ozod xat. Demak, so'zlar, misollarimizni ozgina soddalashtirib olishga harakat qilishimiz kerak. Masalan, hozirgi differensial osiga kiritmadik, to'g'ri, lekin mana shunaqa misollar kelib qoladigan bo'lsa, iloji boricha axtarangi hech qanday fx funksiyani boshlang'ich ola olmaymiz. Demak, u nimadir hosilasiga to'g'ri kelib qolishi ehtimoli yuqori. Mana shu misolning yechimiga tushunganlar bo'lsa, kommentarga tushunarli deb yozib qo'yamiz. Aynan mana shu misolning yechimiga. Qani so'zlar? Mana shu misolning yechimi bo'yicha agar tushunmagan joyinglar bo'lsa so'rashinglar mumkin. Agar tushunarli bo'lsa, kommentarga yozib qo'yamiz. Tushunarli. Yaxshi. Demak, mana shunaqa misollar kelib qoladigan bo'lsa, sizlar o'rganishga harakat qilinglar, chunki bular juda ham o'zingizga kerak bo'ladigan mavzular. Yaxshi, mana shu bilan biz umumiy holatda differensial osiga kiritish yo'llari bilan ishlanadigan misollar uchun namunaviy holatda bir qancha misollar ko'rib oldik. Endi ikkinchi bosqichimiz, ya'ni bo'laklab integrallashga doir misollar ko'rishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagisi bo'laklab integrallash. Bo'laklab integrallash. Yaxshi, demak, bo'laklab integrallashga doir misollar yechamiz. Bo'laklab integrallash formasi quyidagicha edi. Hop, integral u dv barobar u ko'paytirilgan v minus integral v da u ko'rinishidagi
formulaga egamiz ustozlar. Hop, hozir tushuntiraman buni ham qanday kelib chiqqanligini. Yaxshi. Bu nima ekan ustozlar? Bo'laklab integrallashning umumiy formulasi deyiladi. Hop, isbot qayerdan kelib chiqqan? Isboti u ko'paytirilgan v, ya'ni ko'paytmaning hosilasi. U ko'paygan v ning hosilasi u shtrix ko'paygani v plyusdan u v shtrix degan. Endi bu yerda bu ifodamizni chap tarafga olib o'tamiz va quyidagi yozaman. U v shtrix barobar integral u v shtrix minusdan u shtrix v. Endi общий mana shu misollardan biz integral olib yuboramiz. Chunki bizga integral formulasi kerak. Bu ham integral, bu ham integral, bu ham integral. Demak, birinchi integralimizning ko'rinishi integral u ko'paytirilgan v hosilani biz dv shaklida yozsak bo'ladi. Chunki hosilar bilan differensial o'zaro bir xil deb aytdik. Hop, barobar bunisida esa hosila bilan integral qisqarib ketadi. Demak, u ko'paygan v ni o'zi kelib chiqadi. Minusdan integral, bunisini esa v ko'paygan du shaklida yozsak bo'ladi. Mana shu bo'laklab integrallash formulasining isboti bo'ladi. Xo'p, ana endi bularni misollarda tatbiqini ko'ramiz. Shunday o'zimizga qulayroq bo'ladi. Demak, bo'laklab integrallash formulasini misollarda tatbiqini ko'ramiz. Demak, quyidagi holatda misol berilgan bo'lsin bizga. Masalan, integral eng soddaligini ko'ramiz. X ko'paytirilgan ln x dx. Mana shaklda integral keladigan bo'lsa, biz uni bo'laklab integrallash formulasiga qo'yishimiz kerak. Bo'laklab integrallash formulasini bitta eslatib o'taman. Hop, buni saqlanib qo'yaylik, o'zimizga kerak bo'ladi. Hop. Hop, mana shu ustida bo'laklab integrallashning umumiy formulasi. Demak, biz funksiyamizdan bir marta hosila olinadigan funksiya tanlashimiz kerak. Bir marta boshimiz kerak. Hozir biz bu yerda boshlang'ich funksiya ola oladiganimiz qaysi? X. Hosil oladiganimiz ixtiyoriy, qiziq yo'q, lekin boshlang'ich oladigan funksiyamizni alohida tanlab olishimiz kerak. Bu yerda boshlang'ich oladiganimiz bu X. Demak, bu integral quyidagicha tanlab olaman. Uni ln x deb tanlab oldim. V ni esa x dx deb tanlab oldim. Ya'ni dv ni esa x dx shaklida tanlab olamiz. Juda ko'pchilik masalan a yu b qilib o'rgatadi, lekin men usulni o'rgatmoqchi emasman. Sababi sizlarga agar murakkabroq misollar keladigan bo'lsa, u a yu b usulni o'rganish ozgina noqulaylik tug'dirib qoladi. Ana shuning uchun iloji boricha mana shu to'liq belgilanish bilan o'rganishga harakat qildi. Demak, mana birinchi u sifatida ln x ni tanlab oldik. Mana bu dv sifati esa x dx funksiyani tanlab oldik. Tushunarli? Demak, du barobar, ya'ni bizga mana bu yerdagi du kerak va v ni o'zi kerak. Du ni topish uchun biz bu funksiyalardan bir marta hosil olib yuboramiz. Hosil olganimizda ln x hosilasi 1/2 x qo'shib hosil olinayotganini bildirish uchun. Biz bunda ikkalasam d, ya'ni hosila borligi uchun hosilani yo'qotishni ikki tarafdan integral olib yuboramiz. Demak, integralimiz v barobar x kvadrat taqsim 2 holatida keladi. Siz ozod qilib qo'yish shart emas. Endi mana formula qo'yamiz. Bu formulamizda u ko'paygan v kerak. U'miz ln x edi, v'miz x kvadrat taqsim 2 ikkalasini ko'paytiramiz. X kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan ln x minus integral v du, ya'ni v'miz mana, u'miz mana. Demak, v x kvadrat taqsim 2 ko'paygan du'miz esa 1/x dx holatiga keldi. Demak, integralimiz quyidagi holatda soddalashar ekan. Hop, x kvadrat taqsim 2 ln x minus integral x taqsim 2 dx bo'lib qolyapti. Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 2 ln x minusdan x kvadrat taqsim 4 plyusdan s ko'rinishiga o'tib qoladi. Demak, integralimizda yechimi aynan mana shu yechim bo'lyapti. Demak, soddalash birinchi asosiy ishida mana shu u deb qaysi funksiyani dv deb qaysi funksiyani tanlab olish bo'ladi. Ana shuni tanlab ola olsanglar, misollar unchalik muammo bo'lmaydi. Demak, navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimiz. Masalan, integral hop x ko'paytirilgan y darajasida x dx. Mana shu misolda ishlaydigan shart deyapti. Demak, bu misolda ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bu misolimizda masalan ikkalasidan boshlang'ich olish oson, ikkalasidan hosil olish oson. Endi qaysi birini tanlaymiz? Bu yerda ikkalasi ham variantimizda, ikkalasi ham xohlaganimizni tanlashimiz mumkin bo'lgani uchun hosil olganimizda iloji boricha yo'q bo'lib ketadigan funksiyani tanlashimiz kerak. Ya'ni iloji boricha soddalashadigan.
Bu yerda x dan hosil olsak 1, ya'ni ximiz yo'qolib ketadimi? Demak, mana shu narsani hosila sifatida tanlab olsak bo'ladi. Demak, u sifatida x ni, dv sifatida esa y darajasi x dx ni tengisini hosil olamiz. Demak, du barobar x hosilasi 1 dx, ikkinchisini esa integral olamiz. Mana integral. Chunki hosilani yo'qotish uchun. Demak, v barobar y darajasi x bo'lib qoladi. Demak, formulani qo'yamiz. Formani ko'rinishi quyidagicha edi. U ko'paytirilgan v minus integral v du edi. Shunga tushiramiz. U ko'paygan v. Ya'ni x ni mana bu ifodaga ko'paytiramiz. Hop, x ko'paygan y darajasida x minus integral v du, ya'ni v ni bunga ko'paytiramiz. Demak, y darajasida x ko'paygan 1 dx. Demak, javobimiz x ko'paygan y darajasida x minus y darajasida x belsan s holatiga o'tib qoladi. Demak, integralimiz yechimi aynan mana shu holatdagi yechim bo'lyapti. Endi misol uchun yana bitta misol beradigan bo'lsam, hop, masalan x kvadrat ko'paytirilgan, masalan sinus x dx. Mana shu misolimizni ishlanyapti. Demak, yana shu holatga tushiramiz. Demak, u sifatida x kvadrat funksiyani tanlaymiz. Demak, du barobar x kvadrat hosiladi. Keyin qolyapti dv qolyapti. dv barobar sinus x dx. Bundan boshlang'ich oladigan bo'lsak, v barobar sinusda boshlang'ichi minus kosinus x bo'lib qoladi. Demak, formulaga qo'yamiz. Formulani eslatib o'taman yana. Xo'p, tayyor formulamiz. Demak, shuni tushiradigan bo'lsak, hop, integralimiz ko'rinishi. Hop, u ko'paygan v, ya'ni minus x kvadrat ko'paygan kosinus x minus integral v du, ya'ni mana uni du ko'paytiramiz. Shunda minus oldiga chiqib, o'rta plyus bo'lib qolar ekan. Demak, 2 ta x ko'paytirilgan kosinus x dx. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu integralimiz yana bo'laklab integrallanish formasiga tushyapti. Chunki bizda ximiz yana hosil bo'lib qolyapti, ya'ni ko'paytma hosil bo'lyapti. Demak, uni yana bir marta integralga qo'yamiz. Hop, bu ifodamizning javobi turib turadi. Endi mana bu integralimiz qanaqadir s deb belgilashga kiritib olaylik. Yoki s desa integral o'xshab qolmasin. I deb belgilashga kiritib olamiz mana. Uni boshqadan ishlaymiz. Demak, i'imizning javobi quyidagicha bo'ladi. Demak, i integralimiz 2 ta x ko'paytirilgan kosinus x dx. Demak, u sifatda yana osonroq funksiyamiz 2x ni tanlab oldik. dv sifatda esa kosinus x dx ni tanlab oldik. Demak, u dan hosil olamiz. du barobar 2 dx, v barobar esa kosinusda boshlang'ichi sinus x bo'lib qoladi. Demak, formulaga tushiramiz. Barobar u ko'paygan v, ya'ni 2 ta x ko'paytirilgan sinus x minus integral v du, ya'ni v ni du ga ko'paytiramiz. Bu yerda 2 ta sinus x bo'lib qolar ekan. dx. Xo'p, endi boshlang'ich oladigan bo'lsak, 2 ta x ko'paygan sinus x, sinusda boshlang'ichi minus bo'lgancha o'rtada ishora plyus bo'lib qolib, 2 ta kosinus x ga aylanib qoladi. Endi buni javobini yuqoridagi i ni o'rniga qo'yib yuboramiz. Demak, javobimiz quyidagi holatga kelib qoladi. Barobar, ya'ni mana bumizda davomini qo'yapman, davomi. Demak, minus x kvadrat kosinus x, hop, plyusdan mana bu javobni qo'shaman. Demak, 2 ta x ko'paygan sinus x plyusdan 2 ta kosinus x qo'shilgan s ko'rinishiga kelib qoladi. Demak, integralimiz yechimi aynan mana shu holatdagi yechim desak bo'ladi. Yaxshi, demak, sizlar iloji boricha, masalan, trigonometriya yoki y darajasi x kelganda, x ni u sifatida qabul qilsanglar bo'laveradi. Chunki ularda x dan hosil olganimizda daraja shunchalik kamayaveradi. Endi ln bilan bog'langan holatda ln u deb faraz qilasiz, chunki ln ni boshlang'ich funksiya to'g'ri olib bo'lmaydi. Ana shu uchun. Demak, navbatdagi misolimiz. Xo'p. Integral, misol uchun x ni kvadrati x ni kvadrat ko'paygan y darajasi x dan bo'laklab integral formini olamiz. Bu yerda x ni darajasini pasaytirish orqali agar x darajasi necha bo'ladigan bo'lsa, shu tartibda integral olinishi kerak. Bu yerda x kvadratimiz yuqori tartibda bo'lgani uchun undan boshlang'ich olganimizda, demak, 2 marta bo'laklab integralash formasiga tushirishga to'g'ri kelib qoladi. Demak, u sifatida x kvadratni, dv sifatida esa y darajasi x dx ni tanlab olamiz. Demak, u dan hosil olamiz. du barobar 2x dx. Hop, buni esa boshlang'ich olsak, v barobar yx kelib chiqadi. Demak, u ko'paygan v, ya'ni x kvadrat ko'paygan yx minus integral v du, ya'ni 2 ta x ko'paytirilgan y darajasi x dx. Hop, endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana yana ko'paytma holati kelyaptimi? Demak, yana bundan integral olishimiz kerak. Demak, buni yana i deb belgilash
kiritadigan bo'lsak, integral 2 x ko'paygan y darajasi x dx. Demak, bunda ham yana u sifatida 2x ni qabul qilamiz. dv sifatida esa y darajasi x ni qabul qilamiz. Demak, buni javobi du barobar 2 dx bo'ladi. Buni javobi esa v barobar y darajasi x dx bo'lib qoladi. Uzr, dx ni keragi yo'q. Yuqorida dx bo'lishi kerak edi. Demak, mana shu holatda keladi. Demak, javobimiz 2x ko'paygan y darajasi x minus integral y darajasi x ko'paygan 2 dx bo'lib qoladi. Demak, buni javobi 2x ko'paytirilgan y darajasi x minus 2 ta y darajasi x qo'shilgan sin integralga aylanib qoladi. Demak, buni yuqorida ifoda, ya'ni i nomini qo'yib yuboramiz. Demak, buni qanaqadir davom ettiradigan bo'lsak, hop, x kvadrat ko'paytirilgan y darajasi x minus 2x ko'paygan y darajasi x plus 2 ta y darajasi x qo'shilgan s degan integral hosil bo'ladi. Ustozlar, bitta narsani tushunamiz. Agar daraja x ni darajasi bitta, buradan integrallash formulasini qo'yishinglar kerak. Ya'ni x darajasi necha bo'ladigan bo'lsa, aynan shuncha integrallash formulalariga qo'yishga majbur bo'lasizlar. Xo'p, navbatdagi misolimizni ishlaydigan bo'lsak, bu quyidagi holatda bo'ladi. Integral arc tangens x dx. Arc tangenslarni hosilasini o'tganman, lekin boshlang'ich funksiyasini hali o'tganimiz yo'q edik. Endi bularni formulari aynan bo'laklar integrallash formulasi orqali kelib chiqadi. Endi biz bu funksiyani quyidagi holatda tanlab olamiz. Masalan, arc tangensni to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich funksiyasi yo'q. Demak, bu ifodani biz hosila, ya'ni hosil olish uchun u deb tanlab olamiz. U barobar arc tangens x. Hop, demak, arc tangens x sifatida dv ni esa faqatgina dx qoladi. Chunki bu yerda hech qanaqa oldagi soni qolmayotgani uchun aynan dx deb tanlab olamiz. Demak, biz arc tangens hosilasi 1/1 plus x kvadrat dx edi. Bundan boshlang'ich esa x ni o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni integral olib olganimizda ikki tarafdan ham hosila bilan integral qisqarib ketadi. Demak, uni qo'yamiz. U ko'paygan v, ya'ni x ko'paytirilgan arc tangens x minus integral v du, ya'ni x ni mana ifodaga ko'paytiramiz. Demak, x taqsim 1 plus x kvadrat dx bo'lib qoladi. Endi so'zlar, birinchi soddalashda ikkinchi integralni qanday ishlaymiz? Aytinglarchi? Mana shu ikkinchi integralimiz qanday tarzda ishlasak bo'ladi? X ni juda ham rosa qilamiz. Shunda biz integralimiz quyidagi holatga keladi. X ko'paytirilgan arc tangens x minus x ni differensial kirsam x kvadrat taqsim 2 bo'lib, oldiga 1/2 chiqib ketadi. Demak, 1/2 integral d x kvadrat ozod hadni qo'shib qo'ydim o'zimga qulayroq bo'lishi uchun. 1 plus x kvadrat. Endi mana shunda 1 plus x kvadratni qanaqadir a deb belgilashga kiritadigan bo'lsam, integralimning ko'rinishi x ko'paytirilgan arc tangens x minus integral 1/a d a shakliga kelib qoldi. Bu endi lnga tushib qoladi. Demak, javobimiz x ko'paytirilgan arc tangens x minusdan 1/2 ln a va a o'rniga esa x kvadrat plus 1 ni qo'yib yuboramiz. Demak, integralimizning javobi aynan mana shu holatda bo'ladi. Endi xuddi shu shaklda arc tangensni boshlang'ich funksiyasi esa sizlarning o'zingizga qo'shimcha vazifa bo'ladi. Demak, sizlar mana shu integralimiz javobi aynan mana shu holatda bo'ladi. Va keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz quyidagi holatda y darajasida x ko'paygan sinus x dx. Mana shu funksiyamizning boshlang'ich funksiyasini oling degan misol berilgan bo'lsin. Va bu ifodamizni biz qanaqadir a shaklida belgilab olaylik. Nima uchun buni o'taman hozir. Demak, mana shu misol ishlaganimizda quyidagi holatda misol bo'ladi. Ya'ni buni boshlang'ich funksiyasini olamiz va bunda masalan u sifatida y darajasida x ni dv sifatida esa sinus x ni tanlab olaylik. Sinus x dx. Bunda qanday bo'ladi? Du, ya'ni hosilamiz du barobar y darajasi x ning o'zi dx. Bundan boshlang'ichdagi v barobar minus cosinus x bo'lib qoladi. O'rniga qo'yamiz. Demak, minusdan y darajasi x ko'paygan cosinus x
Xo'p, o'rta pelisi qolar ekan integral y darajasi x ko'paygan cosinus x dx. Yana mana shu holat keldi. Yana bu integralimizni yana shu holatda yana bitta integrallab olamiz. Demak, u sifatda yana y darajasida x ni d va sifatda esa cosinus x dx ni tanlab olamiz. Demak, d u barobar y darajasi x dx bo'lib qoladi. Bundan boshlang'ich raqamda v barobar minus o'zi emas, sinus x ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, o'rniga qo'yamiz. Minus y darajasi x ko'paygan cosinus x qo'shilgan. Mana integralimizning javobi yana bo'liklab bitirish qo'yapmiz. Demak, mana ikkalasini ko'paytmas. Y darajasi x ko'paygan sinus x minus integral y darajasi x ko'paygan sinus x bo'lib qoladi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, yana mana shu holat nima qiladi? Takrorlanib ketaveryapti. Endi biz nima ish qilamiz? Masalan, 2 marta hosil olganimda mana shu holatga keldi. Endi biz misolimizda quyidagicha ifoda hosil bo'lyapti. Mana bu integralimizda ishlayotgan edik, mana e'tibor beramiz. Mana bu integralda ishlayotgan edik. Javoblarimiz ichida yana shu integral hosil bo'ldi. Biz bu ifodani nima deb belgilashga turdik? Qanaqadir a deb. Demak, mana ifodamiz a barobarmidi? Demak, a barobar mana ifodamiz hosil bo'lib, yana a degan ifodagacha holati bo'lib qoladi. Demak, a barobar minus y darajasi x ko'paygan cosinus x qo'shilgan y darajasi x ko'paygan sinus x minusdan a shakliga o'tib qolyapti. Demak, minusni chap tarafga olib o'tganimizda 2 ta bo'lib qoladi. Barobar. Bu ikkalasini o'ndan oshirib yozib, ikkalasini y darajasi x chiqarib olsam, sinus x minusdan cosinus x bo'lib qoladi. Va bundan javob kelib chiqadi. Ya'ni a javobimiz y darajasi x taqsim 2 cosinus sinus x minusdan cosinus x degan javob kelib chiqyapti. Demak, biz integrallarimiz yechimi aynan mana shu holatdagi javob bo'ladi. Ustozlar, bu integrallarimiz kitobiy tilda takrorlanuvchi integrallar, ya'ni karrali integral, takrorlanuvchi integrallar deyiladi. Demak, mana shu misolimiz umumiy yechim sifatida qabul qilinadi. Mana shu misol bo'yicha savollar bo'lsa, beringlar, javob berib ketaman. Agar savol bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Bo'lsa beringlar. Tushunarli. Yaxshi. Demak, bu takrorlanuvchi integrallar ustozlar. Bunaqa misollar ishlab olishni maslahat beraman, chunki bunaqa misollar sizlarga tushib qolish ehtimoli katta. Yaxshi. Asbirimiz. Yaxshi. Demak, navbatdagi misolga o'tsak bo'ladi. Ular mana shu bo'laklab integrallashning umumiy formullalari deyiladi. Ya'ni biz hozir o'rgangan narsalarimiz ustozlar nima hosil bo'ldi? Ya'ni differensial ostiga kiritish yo'lini o'rgandik va bo'laklab integrallash yo'llarini o'rgandik. Mana shu bugungi o'rganilgan asosiy ma'lumotlarimiz edi va endi qisqacha ma'lumot uchun differensial tenglamani ham sizlar uchun tushuntirib berib ketaman. Mana shu yerda differensial tenglama. Differensial tenglama. Differensial tenglama, ya'ni sizlarga tushadigan misollar uchun, sizlarga tushadigan misollarni o'rgatishga harakat qilib ketaman. Demak, differensial tenglamalar. Demak, bizda bilamizki, hosillarning belgilari juda ham ko'p. Masalan, y' deb belgilash mumkin yoki bu narsani qanaqadir dy taqsim dx deb belgilash mumkin. Ya'ni bugungi mavzumizda, ya'ni mana shu holatda differensial tenglama uchun y hosilamizni mana shu dy taqsim dx qilib yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni chunki d degani hosila degani, mahrajimizdagi dx degani mana shu y dan x bo'yicha hosila olinayotganini bildiradi. Demak, differensial tenglamalarda y shtrixlar o'rniga mana shu dy va dx larni ishlatamiz. Bilamizki, d differensial, ya'ni hosila olinayotganini bildiradi. Demak, bizda masalan quyidagicha ifoda berilgan bo'lsa,
y' barobar x degan misol berilgan bo'lsa, mana shu integralni hisoblang degan shart beradi. Masalan, bu integralni hisoblashda sizlar juda ham yaxshi bilasizlar, ikki tarafdan ham shunchaki nima qilib olish kerak? Integral olib olish kerak. Demak, bu tomondan ham integral olib yuboramiz, bu tomondan ham integral olib yuboramiz. Shunda birinchi integralimiz hosilalar bilan integral qilsa harakat y kelib chiqadi. O'ng tarafimiz esa x kvadrat taqsim 2 qo'shilgan s degan javob hosil bo'ladi. Demak, mana shu ushbu tenglamamizning javobi. Endi bu tenglamalar differensial tenglamalarda yo'lida qanday ishlanadi va qaysi holatda? Biz mana shu y' ni dy taqsim dx deb yozib olamiz, barobar x. Endi mana bu dx ni o'ng tarafga proporsiya qilib yuboramiz. Demak, integralni ifodamiz ko'rinishi dy barobar x ko'paygan dx holati keladi. Ana endi ikki tarafdan integral olib yuboramiz. Integral, bu yoqqa ham integral. Birinchisi d bilan integral sarqatib argument y ni o'zi kelib chiqdi. O'ng tarafimizda esa x kvadrat taqsim 2 plus s degan javob hosil bo'ldi. Chap tomondagi o'zimizga elementarlar ustun, endi o'ng tomondagi esa differensial tenglamaviy ustun. Endi bir xil ekan deyish mumkin. Yo'q, masalan, boshqacha misol keladigan bo'lsa, yo'l o'zgaradi. Men endi sizlarga tushuntirish uchun aynan mana shu osonroq misolda ko'rib ketdim. Endi masalan, integrallarimizni ko'rinishi quyidagi holatda kelishi mumkin. Masalan, ikkinchi misol deylik. Y ko'paygan y' barobar masalan x kvadrat plus 1. Mana shu differensial tenglamani yeching deyapti. Demak, biz mana shu y' ni qanaqadir belgilash kiritib olamiz. Demak, y ko'paytirilgan y' ni dy taqsim dx deb yozsak bo'ladi. Barobar x kvadrat plus 1. Bitta narsani tushunamiz, sizlarga differensial tenglama berilganda mana shu o'zgaruvchiga ajraladigan, ya'ni y'lar bir tarafga, xlar bir tarafga olib o'tsa bo'ladigan integrallar beriladi. Demak, y'larni bir tarafda, xlarni esa bir tarafda olib o'tib qolamiz. Demak, buni o'ng tarafga proporsiya qilamiz. Y ko'paygan dy barobar x kvadrat plus 1 dx bo'lib qoladi. Mana shu holatda ajratib bo'lganimizdan keyin ikki tarafdan integral olib yuboramiz. Demak, chap tarafimizda y kvadrat taqsim 2 barobar o'ng tarafimizda esa x ni kubi taqsim 3 plus x plus s holatiga kelib qoladi. Va bu yerdan y topib qo'yadigan bo'lsak, y funksiyamizning ko'rinishi ilzosida 2x ni kubi taqsim 3 plus 2x plus s bo'lib ketaveradi. Qiziq yo'q bu narsani. S plus minus. Mana shu bizning integralimizning, mana shu bizning differensial tenglamamizning umumiy javobi bo'ladi. Demak, so'zlar, integrallar ko'pincha mana shu holatda keladi. Integrallar ishlash uchun mana shu holatda ishlab ketsanglar qulay bo'ladi. Masalan, yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, y' taqsim y, masalan, y bu yerda x ham qilib qo'ydik mana barobar x kvadrat plus 5 taqsim, misol uchun x. Hop, ya x ni yozmaylik. Hop. Mana shu shakldagi integral berilgan bo'lsa, demak biz yana y' ni dy deb yozib olamiz. Demak, x taqsim y ko'paygan y' ni dy taqsim dx qilib yozib oldik. Barobar x kvadrat plus 5. Endi mana bu yerda chap tomonda x bilan x kelib qoladi. Bularni o'ng tarafga o'tamiz. Y'lar esa chap tarafda qoladi. Demak, chap tarafda dy taqsim y barobar o'ng tarafda esa x kvadrat plus 5 taqsim x dx holatiga o'tib qolyapti. Ana endi biz berilgan funksiyani ikki tomondan integrallab yuboramiz. Chap tomondagi integralimiz bizda 1 taqsim y bo'lib, bu ln y ga tushib qoladi. Demak, ln y barobar o'ng tarafda esa bu integral solish uchun alohida maxraj beramiz. X plus 5 taqsim x dx. Demak, ln y modulda barobar x kvadrat taqsim 2 plus 1 bo'ladi. Va bu yerdan ln ni yoki y ni topib qo'yadigan bo'lsak, y barobar quyidagi holatga keladi. Xo'p, bu keyin bu ifodani soddalashtirish sal boshqacharoq bo'ladi. Masalan, bu yerdan y ni topish uchun y darajasi surib olish mumkin-ku, to'g'rimi? Uni sal boshqaroq qilamiz. Mana 5 ta ln x ni chap tarafga botamiz. Shunda ln y minusdan ln x ning 5-si, ya'ni mana 5 dan tepaga olib chiqib oldik. Demak, barobar bu x kvadrat taqsim 2 hosil bo'ldi. Va bu logaritmlar ayrilganda buning hosilidan ln y taqsim x ning 5-si degan javob bo'ladi va bu x kvadrat taqsim 2. Ana endi olib bo'lsak o'zimizga qulayroq. Bu demak bu y taqsim x ning 5-si bo'lib barobar y darajasi x kvadrat taqsim 2 va bundan y ning javobi x ning 5-si ko'paytirilgan y darajasi x kvadrat taqsim 2 degan javob hosil bo'lyapti. Mana shu so'zlar bizning misolimizning to'liq javobi bo'ladi. Ya'ni differensial tenglamamizning javobi bo'ladi.
Xo'p, qisqa qilib aytganda sizlarga diferensiya tenglamani ehtimol yiroq. Diferensiya tenglamani tushi o'zi ham yiroq, lekin o'rgatib qo'yish bizning vazifamiz, chunki tushib qolsa muammo bo'lmasligi uchun. Mana shu so'zlar bugungi mavzumizning oxirgi misollari edi. Ya'ni oxirgi bo'lim diferensiya tenglamani ham bo'limini tugatib oldik. Mana shu misollar bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, beringlar, javob berib ketaman. Agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, darsimizni shu yerda yakunlasak ham bo'ladi. Ustoz, haligi kasr qismi, butun qismi. Ha. Bo'ldi, Jalol. Aytuvdingiz, esimdan chiqib qoldi, to'g'risi. Yaxshi, unda hozir o'rgataman. Mana shu misollar bo'yicha savollar bormi kimdadir? Diferensiya tenglama yoki yuqoridagi bo'laklar integrallash yoki diferensiya kiritish bo'yicha. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu 6 ta a'zo bor, 6 ta a'zodan hammasini kommentariy kutaman. Tushunarli deb yozib qo'yamiz, bo'la qoladi. Hamma yozish shart. Shunchaki mikrofon video yoqib qo'yib yurmanglar ustozlar, iloji boricha kirishga harakat qilinglar. Men yaxshi tushunmadim. Ustoz, qaysi bo'limga tushunmadingiz? Diferensiya ostiga kiritish yoki bo'laklarni integrallash yoki diferensiya tenglamani yechish usullari bo'yicha, bo'limlari bo'yicha. Bo'laklar integrallashga tushunmadim ustoz. Bo'laklar integrallashga? Xo'p, menimcha aynan oxirgi misolga tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Videoni qayta ko'rib o'rganib olarman dedim. Ha, tushunarli. Yaxshi. O'rganib olasizmi aniq? Ha, ustoz ko'rib olaman. Yaxshi. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Xo'p, integrallardan, ya'ni xususiy integrallardan sizlarga o'rgatadigan bitta mavzu qolib ketgan ekan. Ana shu mavzuni sizlar uchun o'rgatib beramiz. Ya'ni bu butun qismli integral yoki kasr qismli integrallarni ishlashni o'rgataman xolasa. Xo'p, integralimiz quyidagi holatda kelgan bo'lsin. Ya'ni masalan, bilamizki biz xossalarimizda butun qism, kasr qism degan tushunchalar bor. Masalan, mana bu belgi mana shu x ning nimasini bildiradi? Butun qismini bildiradi. Butun qism. Mana bu sistemada qavs esa bu x ning kasr qismini bildiradi. Kasr qism. Va bilamizki, mana shu kasr qism bilan butun qismning yig'indisi ana shu x bo'lgan sonning o'ziga teng bo'lib qoladi. Bu kasr va butun qismlarning umumiy xossalaridan bittasi. Endi integrallarimizga tatbiq qanday bo'ladi? Masalan, integrallarimiz quyidagi holatga kelgan bo'lsin. 1 dan 4 gacha butun qismli x dx kelgan bo'lsin. Mana shu integrallarimizni qanday yechamiz? Bu integrallarimizni har birini bo'limlarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni butun qismli x ni quyidagi holatda yoza olaman. Integral 1 dan 2 gacha, keyingisi 2 dan 3 gacha, keyingisi esa 2 dan 3 dan 4 gacha qilib bo'lib olaman. Endi 1 dan 2 gacha mana shu butun qismning javobi nima chiqadi? Ya'ni masalan 1,5 bo'lsa, 1,8, 1,9 bo'ladigan bo'lsa, uning javobi nima chiqadi? Uning javobi albatta 1 kelib chiqadi. 1 dx bo'lib qoladi. Qo'shilgan 2 dan 3 gacha esa 2 dx bo'lib qoladi. Va 3 dan 4 gacha esa 3 dx bo'lib qoladi. Mana shu berilgan integrallarimizni soddalashtirilgan variantda bo'lib qoladi. Demak, buni boshlang'ich funksiyasidan olib qo'yamiz. Birinchisiniki x chegara 1 dan 2 gacha, qo'shaman keyingisiniki, ya'ni 2 ni boshlang'ichi 2x chegara 2 dan 3 gacha, keyingisiniki esa 3x bo'lib qoladi, chegara 3 dan 4 gacha. Shularni solib qo'yamiz. Birinchisining javobi 2 minus 1 bo'lib 1 ga teng. Hop, keyingisiniki javob 2 dan 3 gacha bo'lib 3 minus 2 bo'lib 1 javobi 2 ga teng. Keyingisiniki esa 3 ga teng. Bundan javobi 6 ekanligi kelib chiqadi. Mana shu integrallarimiz yechimi aynan 6 ga teng. Endi misol uchun quyidagi holat kelsa qanday ishlaymiz? Masalan, kasrli holat bo'lsa, xuddi shu misol, masalan 1 dan deylik, 3 gacha deylik. Kasr qismli x. Endi kasr qismli x ni kasr qismini aniq ayta olmaymiz. Masalan, deylik 1 dan 2 gacha bo'lgan oraliqda kasr qismning javoblari cheksiz. Chunki 1,5 bor, 1,6 bor, 1,7 bor, 1,8 bor, juda ham cheksiz. Kasr qismdan javobni aniq konkret aytib bera olmaymiz. Demak, biz kasr qismni nimaga bitib olishimiz kerak? Butun qismga. Demak, integralimizni quyidagi shaklda yoza olaman. Mana shu kasr qism o'rniga 1 dan 3 gacha x minus butun qism x qilib yozib olishimiz mumkin. Ya'ni mana bu tepa yuqorida yozgan formulamizdan, ya'ni mana shu formulamizdan butun qismni x ni topadigan bo'lsak, mana bu butun kasr qismni topadigan bo'lsak, butun qismli x imiz o'ng tarafga minus bo'lib o'tadi. Ana shundan kelib chiqyapti.
Demak, endi biz integralni 2 ga bo'lib olamiz. Chegara 1 dan 2 gacha x minus butun qism 1 chiqadi. Dx keyingisi esa qo'shilgan integral 2 dan 3 gacha butun qism x minus 2 dx bo'lib qoladi. Demak, mana shu shaklda misolimizda ishlab qo'yamiz. Demak, integralimizning ko'rinishi x kvadrat taqsim 2 minusdan x. Xo'p, chegara 1 dan 2 gacha qo'shilgan keyingisi x kvadrat taqsim 2 minusdan 2x chegara 2 dan 3 gacha. Demak, soddalashtiramiz. 2 ni qo'yganimizda 2 ni kvadrat 4 taqsim 2 javob 2 minus 2. Ayiraman. 1 ni qo'yganimda 1 taqsim 2 minusdan 1. Xo'p, qo'shamiz. Keyingisiga 3 ni qo'yganimda 3 kvadrat 9 taqsim 2 minusdan 6. Ayiraman. 2 ni qo'yganimda 2 minus 4. Demak, soddalashtiramiz. Birinchisining javobi nima bo'ladi? Keyingisi javobi minus 1 taqsim 2 bo'lib, oldiga minus bilan plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisining javobi mahrajni qals uchratamiz 9 taqsim 2 minus 6 va oxirgisi javobi plus 2. Demak, javobimiz mana uni javobi nima bo'ladi? 1 ga 9 qo'shsak 10 taqsim 2 bo'lib 5 ga teng, minusdan 4. Demak, javobimiz 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana shu kasr qism 2 butun qism 2 keladigan bo'lsa, integrallarimizda aynan mana shu holatda yoyib olib ishlashimiz mumkin bo'ladi ustozlar. Mana shu berilgan misolimizni to'liq yechimi. Yaxshi, demak, integrallar bo'yicha oxirgi bo'lim tugadi va sizlarga xudo xohlasa keyingi darsimizda egri chiziqli integrallar mavzusini o'tamiz. Shu bilan integralni yopamiz. Yaxshi ustozlar, demak, integral bo'yicha formullarni tushuntirish bo'yicha mavzularimiz tugadi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.